Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Xayrli kunlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiqcho'g'larning Bahodirnoma nomli romanining davomini anlaysizlar. Milodiya 1468-yili kuz. Sulton Do'stmuhammad xonning vafoti bilan yo kulishini, yo yig'ilishini bilinmay tengirqab qolgan Aqsu shahrini ig'ir vahima qoplagan edi. Boy zardorlar, savdogar do'kondarlar, ko'lamlashgan ustaxonalarga ega hunarmand kasiblar ish ovqatlarini vaqtliq to'xtatgan bo'lib, faqat ushoq tijoratchilar, ma'dkorlar kundalik turmush qiymida ko'cha rastlarda ta'magarlik bilan xaridor kutib turishadi. Har kuni ko'cha rastlarda u yoqdan bu yoqqa o'tjab turishib, qamchi darralarini pulanglatganicha aybi ko'zitib yurishadigan mirshab bashshaplar, do'rg'i bozgirlar g'oyib bo'lishgan edi. İşgaldi, mahalla do'qmishlarida o'ynab yuradigan g'amsiz bolalar ko'zga chiliqmaydi. Faqat masjidlarda ma'zinlarning kishilarni kunda 5 vaqt namozga da'vat qilib to'laydigan azon ovozi o'zgarmagan edi. Shaharda ziyoda timtoslik hukm surgan bo'lg'achqami, azon ovozlari ilgirgidan jarangliq anglanadi. Sultan Yunusxon bilan Muhammad Haydar Mirzning son-sanoqsiz lashkar bilan Qashqardan kelayotganlik xabari Aqsu shahriga pur ketgan. Shu sababdan shaharni vahima, tashvish, sukut qoplagan edi. Amir sarkarlar jon qayg'usida, boy zardorlar mol dunyo qayg'usida, oddiy ovam bo'lsa urush, yig'iliq vahimasida yurgaldi bo'lib ketgan edi. Boy zardorlar hashamatlik qasr saroylarining darvozalarini mahkam taqab, oltin kumush, mol dunyolarini olliq oyoqlarida yo'shirish bilan ovora edi. Sulton Do'stmuhammad xonning hokimiyat ishlari bilan kori bo'lmaganligidan foydalanib, yenini chingdash bilan bo'lib ketgan amir sarkarlar bo'lsa, Xonzoda Kepak sultonni taxtga o'tirg'izib, uni jon tikib qo'g'dash yoki Yunus xonga bay'at qilish haqida bir qarorga kelolmay dakka-dukkada yurishadi. Ko'ngliga kashgan o'y-xayollarini bir-biridan yo'shirishib, foyda ziyonni dangsishadi. Yo uyda, yo o'rdada, yo lashkargohda birdan xotirjam o'tirolmaydi. Endi 6-7 yoshga kirgan Xonzoda Kepak sulton to'liq go'dak edi. Toji taxt, saltanat ishlari haqida hech qanday tushunchasi yo'q edi. Kunlarini aysh-ishrat, bazmi barobat bilan o'tkazgan Sulton Do'stmuhammad xon bu taxt vorisini tarbiyalashga faqatli ko'ngil bo'lmagan edi. Haramda kundadagidek yangishlanib turgan g'unchicha to'qonlarning orasida kundashlik azobini yetkich tortgan baxtsiz xonish dard hasrat ilkida kasal bo'lib qolgan edi. Uning sizmi Sulton Do'stmuhammad xon aysh-ishrat bilan bo'lib, xonishga ancha e'tibor qilib ketmagan, kuyinmagan edi. Shu sababli xonishning o'rda amirlarining oldida faqatli hurmati yo'q edi. Ham kasal, ham hurmat obro'yi yo'q xonishning taxt posibonsiz qolgan mushundaq vaqtda o'rda arkonlarini yig'ib muhim qaror chiqarg'uvchiligi yo'q edi. Aqsu shahrining hokimi, qo'shimcha shahar muhofazat qo'shinining amiri Abdusami bek o'rda arkonlarini yig'ib kengash qilib boqqanmi bo'ldi. Uning Xonzoda Kepak sultonni taxtga o'tirg'izib, saltanatni jon tikib qo'g'dash haqidagi maslahatiga turponliq bir qancha amirdan boshqa amirlar hech qanday ifoda bildirmadi. Ular ishonchini yo'qotishgan edi. 6 yoshli Xonzodani deb jinnini sep berishni xohlamadi. O'rdada turmusimi, Qashqarda turib lashkariy divanning huquqini qo'lida tutib turgan Muhammad Haydar Mirzadan 40 necha yildan beri bo'shashmay taxt da'vosi qilib kelayotgan Yunus xondan vahima yetdi. Ular uchun taxtda kimning o'tirishi ancha muhim emas edi. Muhimi o'rdadagi mansab martabasi, qasr saroylaridagi ko'p sandiqlar qochilangan oltin kumushlari, mol dunyolari, farog'atlik turmushlari, imtiyozlari edi. Ular
Sultan Muhammed Han hakimiyetinden ümidini üzüşken, bir amallarını qilib, pat yaqında taxtda o'tirishi muqarrarlashib qolgan Sultan Yunus Han saltanatida huquq imtiyozlarini saqlab qilish qo'yig'i tushishgan edi. Ko'p qism amirlarning yuzsizligini his qilgan Abdusami Begning vujudini ümidsizlik cho'lg'ab oldi. Uning bakrak kuchashga, beshini tuvan silishqinacha pushilishib o'tirgan amirlarga besim ishlatishga, farmon tushirishga imtiyozi yetmaydi. Chunki bu amirlarning martabasi o'zidan yuqori bo'lmagan bilan qo'lida o'rnining muhim huquqlari bor edi. Uning kuchi faqat shaharni mudofaa qiladigan qo'shinga yetadi. Navoda Lashkari divanning o'rinbosar amiri Oltin Soqol Mirza uni qo'llagan bo'lsa, ahvol boshqacharoq bo'ladi. Ammo u go'yo uning tashabbuslarini anlamagandek ifodasiz o'ltiradi. Qalpoqlari yimlashib qolgandek faqatla midirlim. Tuzkorlar, osiylar. Qeni ularning marhum xon oliylarining oldida sadoqat bildirib, kunda necha vaqt tillarini upurtishlari. Xonning soyisini ko'zim qo'q, g'alg'al titrashlari. Mushu tuzkorliqlaring uchun itning kunini ko'rshasan ilohim. Yunus xonning taxt saltanati qilchilik haqqi yo'q. Toj taxt xonzoda Kepak sulton oliylarining Yunus xon Turkistondagi nesivasiga shukr qilishi kerak edi. İnsafsız Yunus Han bilen Tuzkur Muhammed Haydar Mirza şul tapda Oston bu soğuqsa keleyli deb qaldı. Lashkari divan hamdamda bo'lmasa, ozg'in Oston muhofazatchilar qo'shini bilan kuchli yovg'i taqobil tura olishi mumkin emas. Qaramliq qilsam, Ostonning emas, Xonzodaning jinini saqlab qolib bo'lmaydigandek qiladi. Kim biladi o? Bu tozkorlar Yunus Han bilan Muhammed Haydar Mirzaga to'yib ko'zitish uchun Xonzodani tutib beramdi o dehi. Shunda haq. Osiy munofiqlarning qo'lidan har balo keladi. Ehtiyot qilish kerak. Bo'libmi Oltin Soqol Mirzadan. U degan tozkor Muhammed Haydar Mirzaning yaqini. Kengashdan ruhi tushgan holda yenib chiqqan Abdusami Bey o'z yolg'iz uzoq xiyol surdi. O yelkisini besib turgan g'am tog'larini ko'tarolmagandek qadamlarini to'limi asta yo'nkaytdi. Boyli kengashdan cho'rib chiqqan amirlar birdamdila yer yutgandek g'oyib bo'lishgan edi. Ular Xonzoda bilan Xonishoyimning payiga tushmagandi, ha? Xonishoyimning oldiga ahvol so'rab berishi hargiz mumkin emas. Abdusami Bey oldirab tinab haramga qarab yo'l oldi. Sizlar aşı tuzkor amirlardan texichli umid kutyapsizlar, janob Ekinbey, dedi haram og'zi qo'soq ko'pikini chiqarib olmoqchi bo'lgandek so'zlab. Bir haftadan beri ular Xonzodani Xonishoyimni butunlay unutib ketishdi. Hech bo'lmasa g'azdorlardan ahvol so'rab turish musulmonlarchiligimizning qoida usullari edi. Tehi Yunus Xon Ostoniga qadam qo'ymay turiblar, ulno ahlilar Xonzodadan butunlay yuz o'radi. Salomga kelishdan ig'zashmay turayli. O'g'itchilarini avatib Fotiha qilishga yoramadi. Xo'sh, kengash qanday bo'ldi? Kengash qursin, dedi Abdusami Bey g'azabli pushildab. Ba'zida go'shib turishdi. Hech bo'lmaganda Xonzodani qoida bo'yicha oti taxtida o'tirg'ish kerak edi. Shu ishqimi jim turaverishdi. Yunus Xon bilan Muhammed Haydar Mirza kelsa, mansab martabalaridan ayrilib qilishdan qo'rqqan gap. Endi qanday qilay deydilar? Chorasizman, dedi Abdusami Bey ilojsizligini bildirib. Öz oldimga ishda o'rtay desam, Xonzoda Bekni kichik. Saltanatga bosh bo'g'chiligi yo'q. Uning ustiga qo'limda tuzuk lashkar yo'q. Lashkari divanning o'rinbosari Oltin Soqol Mirza bizga hargiz hamdam bo'lmaydi. Oyg'oqchilardan xabar bormi? Ul Yunus Xon bilan Muhammed Haydar Mirza hozir nagiroq kelibdi. Kechikkandimi, at kechda ostoni bu so'qsa kelib bo'lishi mumkin.
Şıltapta beşimning ichimi teshimi qatdi desa. Ko'ngillarga putganlarini anglab baqqumba. Meningcha Xonzoda bilan xonishni elib Turponga ketaylikmikin deyman. Turponda put desa tura olamizmi? Dedi haram og'zi dargumon bo'lgan holda. Demoqchimanki, Turpon Amirning Xonzodani qo'llashiga ishonchilari bormi? Meningcha qo'llaydi. Boshqa beylarning sadoqati bor. Bir mezgil shu tarafda panohlanib turayli. Yunusxonmi u yandan saltanatni qo'liga ilib, bu yandan Turponga lashkar tortib yurmas. Hech bo'lmaganda Xonzodaning Turponda panohlanishiga ijozat bering. Qoldi ishlarni Xonzoda cho'ng bo'lib, oqqorin farqatgidek bo'lganda aldırmay kuch to'plab bir yoqqa qilarmiz. Haram og'asi beshini töven soldi. Shundoq qilmaymi amal yo'qdek qiladi u, dedi u uftatib. Absami bey asta o'rnidan turdi. Amsa sizlar hozirli Xonshoyim bilan Xonzodani xabarlantirsizlar. Lozmatliklarini elib tayyor bo'lib tursin. Alloh xolisa at bomdod bilan tan yo'lga chiqamiz. Xazinani ul osiylarga ashundaq tashlab berimizmi janoblari? Qaysi xazinani deydilar? Dedi Abdusami bey ichi ochiq bo'lgan holda. Marhum xon oliylari xazinani allaqachon quruqtab bo'lgan. Quruq xazinani supurimiz deb boshqalarga shapi berib qo'ymaydi. Haramlik otma bilan obdan dil haqlısılar. Yo'l uzun, uning ustiga tez mangmasak bo'lmaydi. Men oston muhofazat qo'shinini to'liq elib mangaman. Atsat deganda nostiqib bo'lib sirtqa chiqqan kishilar Oqsuv shahrining na darvozasida, na sepillarida qorovullikda turgan bir lashkarning yo'qligini, shahar darvozalarining hong'irqay ochiq turganligini ko'rib hayron qolishdi. Orada amirlari bu ahvoldan xabar topganda Xonish bilan Xonzodani elib Turponga qarab mangan Abdusami bey xeyli uzab ketgan edi. Oltin soqol Mirzo qatorliq amir sarkarlar qisqali maslahat qilishgandan keyin Yunusxonga bo'lgan sadoqatini bildirish uchun shaharning sirtiga hashamatli chedar tikib, necha o'ngan doshlarga monglagan kaloqoylarning go'shtlarini silib, Yunusxonning istiqboliga chiqishga hozirlik ko'rishdi. Oqsuv shahriga har ehtimolga qarshi jang tayyorligi bilan yetib kelgan Yunusxon bilan Muhammad Haydar Mirzo ehtirom bilan qo'l bog'lab turgan o'rda arkonlarining salomini tavazzu bilan ilik oldi. Amir Kabir hazratlar kichikkina maslahatimiz bor edi, dedi Oltin soqol Mirzo. Xo'sh, dedi Muhammad Haydar Mirzo. Yunusxon oliylarini sarchedirga boshlashdan avval oq kegizga o'ltirg'izayli deyishgan edi. Qashqarda o'ltirib bo'lgan bo'g'iymi deb obdan o'ylashiblar, dedi Muhammad Haydar Mirzo darhol javob berib. Saltanatning ostonasi Oqsuvda tursa, qandoqsiga Qashqarda oq kegizda o'ltirg'izg'u bo'lsin. Undaqda darhol oq kegiz tayyorlansinlar. Hozirli o'ltirg'izayli. Oq kegizni allaqachon tayyorlab qo'ygan. Joyida ish qiliblar. Amir sarkarlar Turkiy qavmlarining qadimiy yusuni bo'yicha Yunusxonni oq kegizga o'ltirg'izishdi. Bu Yunusxonning Mo'g'uliston saltanatiga rasmiy sulton bo'lganligini bildiradi. Amir sarkarlar oq kegizda o'ltirgan Yunusxonga saltanat yusuni bo'yicha qaytadan salom bajo keltirishdi. Ondan shahona dasturxon silib g'izo tatdi. Sultan Yunusxon shahar hokimi Abdusami beyning haramog'isi bilan birlashib, Xonish bilan Xonzoda Kepak sultonni elib Turponga ketganligini anglab, hech qanday ifoda bildirmadi. Muhammad Haydar Mirzo Yunusxon bilan qisqali maslahatlashib olgandan keyin tövandagidek farmon jakarladi. Sarkarda bu yon qo'li 3000 lashkar bilan shaharga kirib, sepil qo'voqlarga o'rinlashqay. Qolgan lashkarlar shahar sirtida farmon kutgay. Mingbegidan yuqori amir sarkarlar xon oliylar bilan birga o'rdaga kirgay. Jakarchilar al-ra'yatga omonlik jakarligay. Barliq ra'yat ishg'ollariga chiqib xon oliylarga hurmat bildirgay.
urush vahimasida qolgan shahar aholisi Jakartalarning so'zlarini anglab, Xudoga shukr sano etishdi. Yunusxonning insofiga duo qilishdi. Aldirash denash ko'charastilarga chiqib, xonning kelishini kutib, qo'l bog'lab turishdi. Sultan Dosmuhammed xonning aysh-ishratlik turmushini qamdash uchun silingan tugumas bosh siliqlarni topshirib bo'lanmay, ilki qurib ketgan shahar aholisi uchun hokimiyatning jangi jadalsiz tinish olmishi haqiqatan bir xushallik edi. Navoda urush bo'lgan bo'lsa, Yunusxon boshlab kelgan lashkarlar shaharda qirg'inchilik qilmagan taqdirdami, avomni bulang-talang qilmay qilmaydi. Shunga buni oddiy avom uchun bir omad, xushallik deyishga bo'ladi. Ammo Yunusxonga ergishib kelgan amir sarkarlar ancha xushal emas edi. Chunki har bir qitimliq jang ular uchun mol-dunyo, o'lja g'animat cho'g'laydigan fursat edi. Afsuski, ular Yiroq Turkiston yetgandan Qashqarga shuncha cho'ng tama bilan kelib, hech nimaga erisholmadi. Muhammad Haydar Mirza bilan Yunusxon oldin kelishuvog'ini bo'yicha chiroyli ko'rishdi. Bir-biriga hurmat, ehtirom bildirishdi. Jangi jadalsiz Qashqar yurishi ularning mol-dunyo tamasida taqildab turgan nafsini noumid qo'ygan edi. Oqsuga kelib, ularning umidi yana uzildi. Shaharni bir timim qon to'kmay olganlik uchun aholini bulang-talang qilg'ili bo'lmaydi. Albatta, buningga Yunusxonmi yo'l qo'ymaydi. Kutilmagan bulang-talangning kelib chiqishidan ansirgan tadbirlik Yunusxon ishonchlik sarkardasi Buyon quli bilan bir qism lashkarlarni shaharni qo'g'dashga buyurib, qolgan lashkarlarni shaharning sirtida qoldirib qo'ygan edi. Sultan Yunusxon Jakarta chiqarib, shahar xalqining ko'nglini xotirjam qilgandan keyin o'rdaga kiribla marhum Sultan Dosmuhammed xonning Oqsuda qolib qolgan o'rda arkonlarini o'z mansibiga tayinlab, yorliq jakarlab, ularning ko'nglini amin topqizdi. Albatta, o'z bilan birga kelgan amir sarkarlarga munosib mansab martaba berdi. Ondan har qaysi viloyat oymoqlarning amirbaglarini o'rdaga chaqirib, yorliq mang'uzdi. Yurt-yurtlardagi beg avomning ahvolini maxfiy bilib kelishga oyg'oqchilarni yo'lga soldi. Shu kunlarda Oqsuv shahri boshqacha jonlanib qolgan edi. Sultan Yunusxon qo'rqitib qolgan o'rda xazinasini to'liqlash, lashkarlarni tartibga solish, qo'shni ellarga elchi mang'uzish, lashkar, o'rda xizmatkorlarining maosh ta'minotini hal qilish qatorliq bir qator masalalarda Muhammad Haydar Mirza bilan kun-kunlab maslahatlashadi. Allohga 100 ming qatli shukri, dedi Sultan Yunusxon. Har holda saltanat ishlarini bir qurratga selib oldik. Avom ra'yatning Yiroq yaqindagi amirbaglarning ko'ngli xeyli xotirjamlikka yuzlandi. Biroq bir qism sipohlarning ko'ngli toza joyida emas, dedi Muhammad Haydar Mirza. Balkim janobi on hazratimiz his qilgan bo'lsa kerak. 7 kentdan kelgan sarkarlar norozilik qiladi. Qandoq deydilar? Dedi Yunusxon biroz gumansirab. Men bundoq ahvolni sezmadim-ku. Albatta, ular qibligohining oldida ko'nglidagini bilintirmaydi. Xo'sh, ularning norozi bo'lishining vaji nima ekan? Lashkariy divonning huquqini cheklab qo'yganliklaridan bo'lsa kerak, dedi Muhammad Haydar Mirza o'ychanlik bilan. Ben ishinaman. Sarkarda Buyon quli on hazratimga cheksiz sodiq. Lekin boshqa sarkarlar o'rdining boshqa divon saroylariga ko'z tikib o'tadi. Ular odiylarni saltanatni qalamdorlarga topshirdi. Alamdorlarning martabasiga rioya qilmadi deb qo'soq ko'pik qilishib o'tadi. Yunusxon bir pas xiyol surib olgandan keyin eg'iz ochdi. Ularning muddaosi menga 5 qo'ldek oyon. Bu qitimqi lashkariy yurishda kutganidek o'lja g'animat erishanmaganlik uchun qo'soq ko'pik qilishadi. Ularning ro'yiga hargiz boqolmayman. Saltanat ishlarini topshirolmayman. Ular ilik qurib ketgan avomga qilchalik rahm shafqat qilmaydi. Chunki ular saltanatning shoni shavkatiga qiziqmaydi. Qiziqadigani hamyonlarini chingdash, el yurtning vayron bo'lishi, oddiy avomning jabr tortishlari ularning xiyoliga mukammaydi. Nemishqa shu sipohlarni o'rda ishlaridan chatlashtirdim. Chunki
Ләшкери qo'shinning huquq imtiyozi, sur hayvisi saltanatdan eshib ketsa, ular saltanat qonunlarini, ordu usullarini ko'zga ilmaydi. Ular huquq imtiyozidan foydalanib adablash, kishanlash, qamash, qoqti so'qti qilish, boj seliqlarni hassilab selish deganlarni qilaveradi. Hatto isyon qilishni tap topmaydi. Undaqda podshoh bilan sipohlarning o'rtasida nima farq qoladi? Chunki bu ishlar saltanat sohibiga taalluq ishlar. Sipohlarning bu ishlarga aralashish huquqi hech qachon bo'lgan emas. Zamonlardan buyon oltin qachilar, oltin uzangilar, shohlik taxt, tillalar va shahona sarbaylar faqat podshoh bilan taalluq bo'lib kelgan. Balkim ular Yunusxon oliylar eg'ir kunda qolganda biz hamdamda bo'lgan, hamda taxt saltanatga ega bo'ldi, uning davlatini tan ko'rishimiz, rohat farog'atdan, mol dunyodan tang bahrlanish haqqimiz bor deb o'ylaydigan. Ularning ko'rsatgan sadoqatiga ko'z yummayman. Ularni qurbimni yetishcha qadrlayman. Ammo mushuni bahona qilib qonun yasoqni buzaman deydi ekan, hargiz yo'l qo'ymayman. On hazratimning bu kalomlari ko'nglimdagi andishlarni biroqli ko'taribdi, dedi Muhammad Haydar Mirza qoyillik bilan. Qaysi bir donishmand navoda podshoh bo'lg'ichi barcha podshoh hukmdorlarning fazilat va sharafga ustun turishini istasa, u o'z xislatidan tovlasin debdikan. Albatta, oliylarning insoniy komillik yo'lida ko'rsatgan fazilat va xislatiga yana bir hukmdorni tanlashtirib bo'lmas. Al-avomning duosini olgan saltanat kundan kunga ro'naq topadi. Ol saltanat sohibi bo'lsa, cheksiz hurmat, inovat topadi. Bu inovat hurmatga taxt sohibidan boshqa barliq o'rda arkonlarimi ham sherik bo'ladi. Lekin har qanday bir adolat nuri yoqqan o'rdadimi saltanatga toj egasiga tabriq qilg'uchilar hamon tepiladi. Chunki odam otam zamonasidan hozirgacha tabriq qilg'uchilar uzilgan emas. Ular har joyda, har mamlakatlarda o'z posibonlariga qarshi isyon qilishgan. Chunki ular sadoqat vafodan mol dunyoni ortiq ko'rdi. Sultan Do'st Muhammad Xonning bir qism o'rda arkonlarining mansab martabasini saqlab qilib, ularni saltanat ishlariga ham sherik qildilar. Buning hozircha saltanat ishlarimizni mustahkamlashimizga foydasi bor. Lekin ular ziyoda ishnib ketmasliklarini tavsiya qilaman. Navoda ular hali qispohlar bilan til biriktirib olsa, buning xavfini mo'ljallamak bakmi tez. Yunus Xonning bug'doy o'ng chehrada mamnuniyat tuyg'ulari balqidi. Janoblarining bu ogohlarini esimda saqlayman. Necha vaqtdan beri kuzatishimcha, hozir saltanatimizda davlat bilan avom nomrod, amir baglar boy bir holat shakllanib qoldi. Garchi har qaysi viloyat, oymoqlar xazinaga topshirishga tegishli boj xarajlarni vaqtida yo'llab berayotgan bo'lsa-mu, lekin bular o'rdaning kundalik xarajati, lashkar, mulozimlarning maoshiga chiqish qilmayotdi. Ori, his qilganlar barhaq. Oshi bir qism amir baglarda, bo'libmi bojgir seliqchilarda ig'ir masala bor. Men shunda xulosaga keldim. Avom orasiga oyg'oqchi mang'uzib, ra'iyat norozi bo'lgan bojgir seliqchilarning kirim chiqim hisobotini taftishlab ko'rsak, masalasi ig'irlarini jazolab, boshqalarga ibrat qilsak. Bakmi oqilani o'ylabdilar on hazratim, dedi Muhammad Haydar Mirza qoyil bo'lib. Onundan boshqa yorliq tushirib, har qaysi viloyatlarda, muhim o'tan robotlarda podshohlik oshliq xazinasi ta'sis qilaylik. Bu xazinalarni boshqarishni viloyat amirlariga havola qilmay, o'rdadan maxsus oshliq xazinasiga muvakkal amirbek tayinlaylik. Bunda qilsak, birinchidan lashkariy ta'minotga kafolatlik qildik. Ikkinchidan, ofat yuz bergan yillarda avomga saxovat qilg'ili bo'ladi. Uchinchidan, jiddiy paytlarda ul viloyat amirlarining qo'liga qarab qilishdan saqlanqili bo'ladi.
To'la obdan. Bu təkliflərini dərhal əməliləşdirəylik. Bu kelgüsü işlərimiz üçün bəkmi zörür tədbir ekan. Şu tapda Sultan Yunus xan başqacha hayajonlanib qolgan edi. Yaqindan beri ko'nglimga yana bir ishni fikryapman. Ammo bu ishni ro'yobga chiqarmoq xeyli qiyin. Ehtiyot qilmasak saltanatimizning muqimligiga ta'sir yetadi. Ul qaysi nozik ishkin? So'radi Muhammad Haydar Mirza xonning muddasini bilishga aldirab. Har qaysi viloyat oymoqlarning amir-baglarining birardan o'g'illarini o'rdaga xizmatga olsaq deyman. Dedi Yunus xon muddasini udulli bayon qilib. Namda ularni har qaysi divan mahkamalarining o'rinbosarligiga tayinlaymiz. Amaliyotda ularni o'rdimizda turg'oq qilamiz. Turg'oq degan nazarband qilish, go'ro'ga elish deb uzatdi. Bu muddayimizni ishga oshira olsak, har qaysi viloyat oymoq amir-baglarining bizga, saltanatimizga sadoqatsizlik qilishidan, ularning ag'yorlarimiz bilan til biriktirib, isyon qilishidan saqlana olamiz. Oliler haqiqatan yiroqni ko'rdikanlar, dedi Muhammad Haydar Mirza hayajonlangan holda. Xonzoda Kipak Sulton tarafdorlari allaqachon Turpan isyon bayrog'ini ko'tarib bo'ldi. Bir qism amirlarni ul Xonzodani qo'llamaydi deb hech kim hudda qilolmaydi. Shundoq ayg'oqchilarning yetkazgan axborlarga qaraganda Mo'ng'ul xonlarining orasida ig'ir ixtilof yuz beribdi-dek. Axbor degani axborot, xabar deb uzatdi. Mo'ng'ul sarkardasi Isan Tayshining cho'ng og'achisidan bo'lgan o'g'li Amasanchi Tayshi mərhum Hammam Məlik Məxtum Sulu xanimdan tug'ilgan o'gay enalari İbrahim xon va İlyas xonlar bilan qattiq arazlashib bo'linib ketibdi-dek. Hozir Amasanchi Tayshi otasining tasarrufimizga tajovuz qilmaslik ahdini buzib, nurg'un sarkarda lashkarlar bilan Ili daryosi vodisiga yana bostirib kelibdi. Abdusami beg Xonzoda Kipak Sulton nomidan maktub yo'llab, ul qalmoq sarkardasini hamdamga chillabdi. Bu ishdan boshqa viloyat amirlari xabar topsa, ko'ngli bo'linmay qolmaydi. Shunga vaqtida ularning o'g'illarini o'rdada mansabga tayinlash bahonasi bilan turg'oq qilib olishni ko'nglimga tukkan edi. Lekin bu ishni qanday usul bilan ro'yobga chiqarishni to'g'ri bilmayapman. Udulli qilib birdan o'g'illaringlarni o'rdaga avatinglar deb yorliq tushirsam, gumon paydo bo'lib qolishi aniq. Har xil bahona sabablarni ko'rsatib o'g'illarini avatmasligi, hatto boshqalarni o'g'illari siyoqida avatishi mumkin. Mush ishda beshim sal qaytayotdi. Muhammad Haydar Mirza bir pas xiyol surib olgandan keyin xonga umid bilan qaradi. Kaminlarning kallasiga bir aql kelyotdi. Bilmadim, qibligahimga o'qib kelarmikin. Xo'sh, qibligahimizning saltanat taxtida barqaror bo'lganini tabriklab, No'roz bayramiga ulgurtib, pahlavon, mardonlarning mahorat ko'rsatish musobaqasi o'tkazmoqchi bo'lganligimizni. Buning har qaysi viloyat oymoqlar o'z tavasidagi chavandoz, jonboz, komandoz qatorliq mahorat egalarini No'roz bayramidan burun ostonaga avatishini. Bu ish har qaysi viloyat oymoq baglarining bosh bo'lishi kerakligini. Navad o'zlari kelamasa cho'qim o'g'illarini o'zlariga noyib qilib avatishini cheklab yorliqman quzaydi. Mushunda qilsak, ul amirlar qish faslining yo'l jafosidan qechib o'g'illarini avatishidi. Mushu bahonada ul amirzodlarni chandırmay o'rdaga yig'ib olish maqsadiga yetalaymiz. Undan boshqa har qaysi viloyat oymoqlardan kelgan bahodir azmatlarni ketkizmay, katta in'om va muvofiq xizmat bilan har qaysi lashkargohlarga satlab olamiz. Ul amirzodlarga o'rdada martaba berib yorliq tushirsalar, hech qaysi bo'yin tovliq qilib ketaman deyamaydi. Otalarımı oğullarının xan alilerinin iltifatına nail bulup, ordada mansab tutqandan xush bulup, an hazretimga minnatdorlik bildirdi. Sultan Yunus xan memnunluqni bildirib, beshini langshitdi. O'sha bahonada birinchidan saltanat taxtiga barqaror bo'lganimizni tabriklasak, ikkinchidan amirzodlarni chandırmay turg'oqlikqa tutib olsak, uchinchidan har qaysi yurtlardan kelgan azimatlarni atrofimizga to'plab olsak, hamma odam bir chalmada ikki paxtak so'qsa, biz biroq uch paxtak so'qirganmizda.
sizlarga barkallah Emir Kabir canablari. Yo'qsa, ziyoda maqtubat bilan on hazratim. Amisi darhol mushu mazmunda yorliq mang'izayli. Qibligahim bir pas aram edib ağayla. Men chiqib Mirza divaniga yorliq bitish ishini yetkazay. Amisi at saharda qubulda ko'rsayli. Yorliqlar qubulga tayyor bo'lg'ay. Bosh ustiga, dedi Muhammad Haydar Mirza o'rnidan qo'zg'alib. Yalğız qalğan Yunusxan pər yastığı yölünüb ko'zini yumdi. Shu hamon ko'z oldidan mərhum dadisi Sultan Uvaysxon, onasi Dövlət Sultan Malika, ona taraf buvisi Turkiston hukmdori Amir Seyx Nuriddin, inisi Sultan İhsan Bug'axon, Mavara-ün-Nahir hukmdori Mirza Ulug'bek, mərhum ustozi Mavlana Sharafiddin Ali Yazdi, Mavara-ün-Nahirning hozirgi hukmdori Abu Said Mirza bir-birlab o'tishga boshladi. U osh uzoq mezgillik sargardonlik hayotini hargiz unuta olmaydi. Hayotiga eng chong ta'sir ko'rsatgan onasi Dövlət Sultan Malikini, tuzkur o'g'li darbidan o'ldirilgan Mirza Ulug'bekni, suyimlik ustozi Mavlana Sharafiddin Ali Yazdini va keyingi vaqtlarda Otimiraz toji taxtini qo'liga elishi uchun nurg'un yordamlarni qilgan Sultan Abu Said Mirzani har doim eslaydi. Ana o'sha suyimli kishilaridan Abu Said Mirzalar hayot edi. Yunusxonning uzundan uzun xiyoli Abu Said Mirzaga yetganda xeylidan beri uning bilan xat aloqa qilishmag'ini yodidan kechdi. Sultan Abu Said Mirza oliylari hozir nima ishlar bilan mashg'ul ekan? Afg'oniston, Siyiston, Kirmon ham Paris diyoriga qilgan yurishining muvaffaqiyatli bo'lganligidan xabar topgan edi. Bir qitimliq javob maktubida Ozarbayjon va Arabistonga yurish qilish muddasini bildirgan edi. Dast Qipchoq hukmdori Sulton Obul Xayrixon Husayn Boyqara Mirzalar bilan bo'lgan munosabat qandaqroq ekan? Husayn Boyqara ilm taxt da'vosi qilib pat-pat parakandichilik selib turyotam lekin Sulton Obul Xayrixon hozir xeyli yashinib qoldi. Bu Said Sulton oliylariga parakandichilik turg'izg'idak, to'g'dirg'idak darmon qolmagan bu balkim. Bu Said Sulton degani Abu Said Mirzaning saltanat nomi deb izohatda. Bu Said Sulton oliylariga eng chong xavf Husayn Boyqaradan keladi. Ishqilib yaratgan qudrat egasi saltanatni aziz tenini omon eson qilgan. Sultabda Otimiraz taxtigohimni qo'limga olganimni bilsa, qanchalik xushal bo'lib ketar-a? Necha vaqtdan beri saltanat ishlari bilan bo'lib ketib vaqt chiqarolmadim. Endi ahvolimdan vaqtlantiray. To'g'ri. Ayni yil vaqt panoh qilishi bo'lgan edi. Qaytirib beray. Alloh xolisa, kelar yil tasarrufimda tinchlik mustahkamlanib, el-yurt aminlikka yuzlansa, dargohiga berib tashakkurimni bildirgach, muloqotda bo'lib kelarman. Xonzoda Kepak sultonni qanday qilsam bo'ladi ekan? Abdusami bek qatorliq mahramlari uni turponga ep qochmagan bo'lsa-ku, ishlar osonga to'xtaydi. Farzandim qatorida tarbiyamga elib, otiliq, qarindoshlik mehrini yetkazgan bo'lsam, ishlar to'limi chiroyli bir taraf bo'ladi. El avomi bu ishimni qo'llaydi. Amdilikda uni o'rdaga qaytarib kelish mumkin emas. Turpondagi Amir beglar, muhimi Abdusami beg hargiz unmaydi. Xonzodani qaytarib kelaman deb lashkar tossam, el yurtda 6 yoshli go'dakka lashkar totdi deb fitna fasod paydo bo'ladi. Bo'ptilar, turiversin desam, hozir hech ishni bilmagani bilan cho'ng bo'lgan siri toji taxt da'vosi qilishga boshlaydi. O'lchog'dagi bosh og'riqi, ovorchilik hozirgidan nachasi ko'p bo'ladi. Eng yaxshisi toji taxtni bu qo'rqinchli da'vogardan vaqtida xalos qilganim afzal edi. Bo'ldilar. Hozir Sulton Abu Said Mirza oliylariga yozgan maktubga bosh qotiray. Xonzoda Kepak sultonning ishiga biror bahon sabab tepilib qolar. Saltanat toji taxt qo'lida yo'q vaqtda
Saltanat, tacı taxt qo'lida yo'q vaqtda ziyoda intiladigan kishi. Qo'liga kelgandan keyin saqlab qilish, tutib turish, mustahkamlash uchun ilgarigidan nachchasi boshqa turishga, zehn sarf qilishga to'g'ri keladi ekan. Helaytinni nimaga qaqshayman-a? Ahvoldan qaraganda bundoq bosh og'riqlari, g'am andishlarni bir umr hamroh qilib yashaydigan o'xshayman. Mayli qanchalik bosh og'riqlariga, g'am andishlarga mubtalo bo'lay. Mang bir mushaqqat qo'limga olgan saltanatni endi bir kimga toptirib qo'ymayman. Aba ajdodlarimning toji taxtini texim nurani shoni shavkatlarga ega qilaman. Yaratgan yegona qudrat egasidan kuch-quvvat, aql farosat tilayman. Yunusxonning kuch g'ayrati qaytadan urg'idi. Yunusxonning vujudida hayajon gurildaydi. G'am tashvishdan ko'ra baxt, g'oliblik tuyg'ulari ko'proq edi. Ota taxtini qo'liga olganlik uchun u o'zini jahon bahodirlari qatorida sanaydi. Qalbining bir yerlarida ulug' buvisi To'g'liq Temirxonning ot tuyoqlari iz qoldirgan bepoyon zaminni qaytadan istilo qilib, tasarrufiga elish orzusi asta bog'lanmoqda edi. Yunusxon mulozimni tovlab, qog'oz qalam, siyoh akaldirdi. Ondan sira oldida choza qurib o'tirib, Abu Said Mirzoga yozmoqchi bo'lgan maktubni qandoq boshlash haqida boshqa turishga boshladi. Turpan kuz oxirlashay deb qolgan bo'lsa, yolqintoq bag'ri yana haroratli edi. Gerçi Ostonaning Oqsuvi ko'chirilib ketilganiga xeyli yillar bo'lib qolgan bo'lsa, bu qadimiy shahar ilgirki saltanatini qilchilik yo'qotmagan edi. Ko'cha rastalar ilgirkidek avod, savdo tijorat to'limi qaynoq edi. Hindi, parang, rus va jungo savdogarlari qadamda bir uchrab turardi. Qo'llariga darra, qamchi ko'tarib elishgan mirshab, poshshab, do'rg'ila otlarga deyip o'tirishganicha shahar tartibini saqlaydi. Yuzini yopmagan ayollarni sharob ichib, nash chekib, mast holatda egiz dastlab yurgan haroqkash bangilarni to'plashib majra to'g'dirganlarni, yo'l bo'yida tavqa tuzgan qimorvozlarni savob voyjinini chiqaradi. Yo'lni to'sib g'altak, peshtaxta, yoymi yeyvagan tijoratchilardan jarimani oladi. Abdusami Bey qatorliq mahramlar epkagan Xonzoda Kepak Sulton bilan yangidan Mo'g'uliston taxtida o'tirgan Sulton Yunusxon haqida taralgan mish-mish paranglar nechadan beri Turpan shahrida texchi besiqmagan edi. Shaharga to'xtamay kelib ketib turgan savdogarlar yangidan mish-mish paranglarni tarqatishadi. Sulton Yunusxon pot yaqinda Turpanga lashkar tortib kelgidek emas, kelib yetibdimish. Yog'i bo'p qolurmi? Xudoyim saqla. Amir Yoqub Buqubek bilan Abdusami Bey yog'iga tayyorlik ko'rib yetibdi-dek. Xonzoda Kepak Sulton Yunusxonning kollasini kesib keluvchilarga Mo'g'ul shahrining amirligini va'da qilibdimish. To'dislar, Amdil 6-7 yoshning qarasini olgan bir go'dak nadim undaq farmon chiqara olsin. Hergiz undaq demislar. Xonzod oliylar texi bola bo'g'ini bilan ahli 60-70 yoshliklardan qilishmaymish. Rost, qo'liga marhum buvisi Sulton Esonbog'xon oliylarining sehrlik sulpiqarini olsa, minglagan lashkarlarni tankilamasmish. U sulpiqarini bir shiltishida yuzlab boshlarni uzib tashlaymish. Azamatga ishonsinlar, ko'rganlar bor. Oq kigizda o'tirgan kun sivatkinni ko'rganlar bordu aqchan. Shundoqmish bo'ptimi? Albatta, tex hozirgacha iniqanisini emarmish. Otisini do'rabdi-da. Amir Yoqub Buqubekning Sulton Yunusxon oliylariga bay'at qilish xiyoli bor ekanmish. Xonzod bilan Abdusami Begdan hoya qilib ilojsiz qopdimish. Amir Yoqub Buqubekning farmoni oqmaymish. Xonzoda Kepak Sulton oliylarining farmoni ijro bo'lurmish. Yo'q, Xonzodaning emas, Abdusami Begning farmoni ijro bo'lurmish.
Anlaşdılımı? Yakup Boğubek bilen Abdüsami bek muşlaşıp kaptımız. Yo'q, muşlaşmaptı, qizirishib qaptı. İş qilib, nemili bo'lmasin Sultan Yunusxon oliylar lashkar tortib keladigan bo'lsa, bizga yaxshilik yo'q. Abdusami bek qolmoqxonlardan ko'mak talab qilibdimish. Qolmoq lashkarlar turpan qurib kelib yetibdimish. Qolmoq kelsin o'xshash. Bo'lg'uliq avomga bo'ladi. Yog'i bo'ldi demak, ofat bo'ldi demak. Rost, yog'ining ofati yomon. Bulang talon uchraymiz. Qatlam qilmislar baxtimiz desak bo'ladi. Qatlam degani qirg'in debdi o'zi hatto. Yunusxon oliylari bekmi mehribonmish. Qashqar Oqsuvlarni qo'liga olgandimi, lashkarlarning bulang talon qilishlariga yo'l qo'ymabdimish. El-yurtga 7 kun osh berib xotirjamlik jakarlabdimish. Lekin Turpan ol shaharlarga o'xshamaydi. Nemiz o'xshamaydi? Amir beglari o'xshamaydi. Rost, Yakup Boğubek bilan Abdusami bek allaqachon Yunusxon oliylariga itoat qilishdan bosh tortib, qilish yalang'ochlab bo'ldi. Bu bir baloy ofatning bishorati. Yaratgan Alloh egam ul Amir beklarning ko'ngliga insof berar. Shuncha yillardan buyon Turpanda osoyishlik hukm surdi. Hali ham Parvardigorning rahim shafqati bordir. Turpanda Ashabul Kahf mozor go'jam bor. Mozor mashayixlar qo'g'dar ilohim. Berib tavob qilib kelaylik. Beshimizga kelayotgan baloy ofatni dafi qilishni tilaylik. O'zimizga mahkam bo'laylik. Mol dunyolarımızga hezi bo'laylik. Xonzoda Kepak Sultan oliylari tex kichik, saltanatning o'rdisidan chiqolmaydi. O'sha og'zidan o'g'iz suti ketmagan bolaning kasofati ketarmizmi? Xapshuk, o'nlarni past qisla. Boyliqchilar o'nlab qolsa 70 pustlarini quritib yetadi. Xudoyim panohida saqla. Turpan shahrida emas, Turpan Amir mahkamasimi ko'rinishda bekmi tanish, xotirjam ko'ringani bilan amaliyotda cho'ng kichik Amir baglardan tortib oddiy xizmatkorlargacha hammasining ko'ngli dakka-dukkada edi. Abdusami bek Turpanga kelgandan keyin Xonzoda Kepak sultonning oq kegizda o'ltirg'izib rasmiy xonlik chaqirlagan edi. Barliq Amir baglar her kuni orduga sonu bo'yicha Xonzoda Kepak sultonga salom berish uchun saroyga yig'iladi. Mahramlarning atiganda uyg'otib kiyintirishlaridan norozi bo'lgan Xonzoda gohi yig'ilib, gohi g'alva qilganicha saroyga kirib, amirlarning salomini qabul qiladi. Ko'pincha vaqtlarda taxtda o'ltirganicha yana uyquga ketadi. Uni aldab papilab yurib taxtda o'ltirg'izgan Abdusami bek bu bola podshohga vakolatan saltanat ishlarini bir yoqli qilishga kirishyapti. Uning papilashlari, o'yinchoq, tatliq turumlarni tutqizib aldashlari boshqa amirlarga to'liq kulkilik tuyuladi. Turpan amiri Yakup Boğubek bo'lsa bu ishlarga parvosiz qaraydi. U na Xonzodani papilamaydi, na qo'l ostidagi amirlarga qirko'stib farmon tushirmaydi. Na hamma ishga chapashlab yurgan Abdusami bekka farmon bardorlik qilmaydi. Uning bu ishlarni ancha yoqtirib ketmaganligini chiroy turqidan bilib olmoq tas emas edi. Lashkar jug'lash, oziq-tulik xamlash, urushga tayyorlik qilish ishlari bilan paypetak bo'lib yurgan Abdusami bek boshqa amirlarga go'ru-go'r vaqirg'ini bilan Yakup Boğubekka ehtiyot bilan muomala qiladi. Xonzoda Kepak sulton nomidan tushirgan har bir farmonni imkon bor bu amirning maslahatiga selishga tirishadi. Chunki Yakup Boğubek texchilar Turpandagi xon lashkarlarini boshqarish huquqini qo'lida mahkam tutib turibdi. Abdusami bek har qancha qilibmi Oqsuvdan boshlab kelgan 3000 lashkari bilan bu lashkarlarni birlashtirish muddasiga yetolmagan edi. Ikki amirning yoshirin tirkishishi boshqa amirlar ichida bo'linish paydo qilgan edi. Taxtda navbat so'rab o'tirgan Xonzoda Kepak sultonning bu ahvolni bilguchiligi yo'q edi.
Yaqından beri yanıdan elingan leşkerlermi iki əmirnin iqtidarçılıqdaki leşkergahda ayrım məşğullanıbatdı. Elini besib Moğol sərkərdisi Amasançı Tayşi Abdüsəmin Mirzəyə yardımlaşışga vəd verib cavab xat əvətkini bilən texcə əndəmgə keladigan leşkerlərdən şərpi yo'q idi. Her iki əmir bir-birinin qasriga yo'shirin jasuslarni kirgizishgan, ehtiyot tadbirlarini ko'rishgan edi. Hurmatli anglag'uchilar, bugun kitobni mushakcha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anlaganlarga rahmat. Xayr, xo'sh, omon bo'lgaysizlar.